Taniqli Yulduz Usmonova ham uni taniydi. Nimaga u har doim chiroyli, yosh va sog'lom ko'rinadi? Axir u 60 yoshdan oshganmi? Bilamizki, o'zining Instagram sahifalarida muntazam video reelslarida o'zini faoliyatini ko'rsatib borayotgan Yulduz Usmonova ko'pchilikni qiziqtirish uyg'otadi. Aynan buni sababini bilasizmi? Chunki Yulduz Usmonova o'zini stressini boshqarishi, harakatlarni to'xtovsiz bajarishi va o'zini salomatligi to'g'risida muntazam shug'ullanish natijasida o'zini shunday tetik va sog'lom ko'rsatadi. Yulduz Usmonovani hozirgi paytda qilayotgan sport mashqlari va konsertlarida o'zining chiroyli raqslarini namoyon qilayotganini hozirgi paytda 20 yoshli qizlar ham ba'zida qila olmaydi. Bu narsa tartibni talab qiladi. Bu tartib ularga bog'liq. Birinchi navbatda to'g'ri ovqatlanish. Hech qanday hayotlarda yog'liq, shirinlikka ruju qo'yishni ko'rmaysiz. Sog'lom harakatlarda, sog'lom tanda dinamik harakatlar bilan o'zlarini muntazam saqlab turadi. Doimiy sport bilan shug'ullanishlarini hammaga e'tirof etadi va albatta stressni boshqarish. O'zlarining kontentlarida aytilayotgan har xil duo, maslahat, mehr-muhabbat bilan bu narsani ko'rib turishimiz mumkin. Yoshlik, chiroy, husn esa bu o'zini yaxshi ko'rish va qimmatbaho kosmetik va kosmetologik muolajalarni qo'llash hisoblanadi. Lekin ichki salomatligimizni boshqarishimiz, buning ichki yoshligimiz bu o'zimizga bog'liq hisoblanadi. Bu ham sizning qo'lingizdan keladi. Albatta, o'zingizni ustingizda ishlab, vaqtida tibbiy ko'riklardan o'tib, vaqtida aniqlangan kasalliklar bilan kurashib, ularni oldini olsangiz, bunday sog'lom, tetik va go'zal bo'lib yurasiz. Profilimga obuna bo'lib va go'zallikni sevuvchi bo'lgan barcha tanishlaringizga bu videoni